Oxirgi 4 oy ichida 12 ta SPF test qildim, har biriga 2 ta gap bilan baho beramiz. Round Lab shuncha olgan mukofotlarga 100% arziydi, shahar sharoitida vo. Beauty of Choson Aqua Fresh eng suyuqlardan yozda yog'li teriga yoqadi. Axis Y Iron Me suyuqlikni namlantiradigan finish qoldiradi. Makiyaj tagidan magazinga borganda nima olish bilmasam shuni olaman har doim. Xuddi shu brendning jismoniy filtrlari bu yog'liroq quruq teriga ko'proq yoqadi, lekin basseynlarga borganda aynan shunaqalarni ishlataman. Sele Max bu rozvoy oqartiradi, sal quyuqroq. Oqartirish fanati emasman, lekin rozvoy rang terimda juda chiroyli ko'rinar ekan. Mo Daily bu ham universal SPF, hamma teriga, makiyaj tagidan vo. Dr. Altea buni 3-marta olishim shekilli, magazinga borganda nima olishni bilmasam, shuni ham olaman. Inyo deb o'qiladi shekilli, bu men uchun yangi brend. Suyuq, yog'li emas, tez quriydi yozda yog'li teri uchun. Anova Zero Cast. Nimaga avval buni ishlatmaganman? Bu endi favoritlarimdan bo'lib qoldi. Slishkam suyuq emas, slishkam quyuq emas. Yaxshi namlantiradi, ustidan makiyaj idealni turadi. Dalba Waterful Plus Innisfree Tone Up. Kelasi ham rozvoy. Bu suyuqroq, bu quyuqroq. Rozvoy SPFlar to'g'risi menga yoqib qoldi. Mediheal suyuq, yog'li teriga yoqadi, lekin makiyajim buni ustidan nimagadir yig'ilib qoldi. Shunga buni makiyaj surmaganda ishlataman shekilli. Opisaniyada hamma SPFlarning to'liq nomini qoldiraman. Siz ishlatadiganini ham ko'rdingizmi? Komment etib keting.